Xo'sh, barchalaringizga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha tag'in videoni tayyorlashga o'rganamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib biza kanalni analiz qilib chiqsak, poyezga kiramiz. Yerga Tails Hop deb yozsak, atak bu bo'ldi kanal bilaman. Bu Tails Hop mana bunaqa qiladi, bu jonli efir qiladi. Xo'sh, bu emas. Xo'sh. Yaratchi hozir trenddagi personajlar mana bu bitta kanal bilaman. Xo'sh, Dragon Tails Hop degan bilaman. Mana shu. Yaxshi ityapti, normalniy pul topyapti bu kanal ham. Mana misol uchun mana shu mana xuddi shunaqa o'ynaymiz. Biz просто tak edit kiritamiz, ya'ni boshqacha qilamiz. Xuddi shunaqa ham o'xshab bo'lmaydi-yu, lekin просто tak biz boshqacha qilamiz. Xo'sh. Yana bu yerda bitta gap aytib o'tsam, bu yerdagi personajlar qanday topsa bo'ladi? Personajlarni topish usulini ko'rsataman sizlarga. Bizga do'stlar Pixart kerak bo'ladi. Pixartga kiramiz. Xo'sh. Va keyin mana bu yerga plus tugmasini bosamiz. Agar sizda Pixart Pro, bu yerda faqat Pixart Pro kerak bo'ladi. Ba'zi bir personajlar pullik personajlar ham bo'ladi. Bu Pixart Pro'ning tekin varianti. Keyin mana buni bosish kerak bo'ladi, pustoy deganni. Xo'sh, keyin mana bu yerga o'tib, stiker degan bo'lim bor. Mana shuni bitta bosasiz. Keyin mana bu yerda poyezd tugmasi bor, mana shuni bosasiz. Mana shu yerda yozasiz. Misol uchun bizga xo'sh, Sonic kerak. Mana shu yerdan Sonic'ni bittasini tanlab olamiz. Misol uchun mana bu. Xo'sh. Mana shu holatda saqlanib qila olamiz. Bu PNG variantda saqlanib bo'ladi. Keyin mana shuni bosib, X bosib, stiker degan bo'limga o'tamiz. Keyin bu yerdan yana qidiramiz. Endi bizga Rider kerak. Xo'sh, Rider. Patrol. Mana Rider deb yozsak, shu personajlar shu kelib chiqadi. Xatosh ketdi birdaniga. Xo'sh, mana misol uchun mana shu nimagadir yaxshi chiqarmayapti. Saqlanib qilaylikchi. Xo'sh, galereyaga o'tib bitta ko'rib oling. Mana xuddi o'sha holatda chiqarib berdi. Mana Sonic. Endi davom etamiz. Mana shunday qilib ketaveramiz. Xo'sh, endi bizga Sprung kerak bo'ladi. Mana shu yerga xuddi shu tartibda ketaverasiz. Sizga qanaqa personaj kerak, xuddi shuni yozasiz. Misol uchun bizda hozir Paw Patrol kerak. Mana shu yozsak, mana shu Paw Patrolni nimalar kelib chiqadi. Misol uchun mana shu saqlanib. Oddiy buni qilish hisob video oson. Просто o'ylagannikida stiker bosamiz, ista bossak. Xo'sh, bu yerda yana bizga Sprung kerak. Sprung yozganimizdan so'ng shu Sprunglar kelib chiqadi. Xo'sh. Qo'limdan kelguncha sizlarga yordam berib turaman. Mana shu yerda shuncha Sprungi rasmlar bor. Bu yerda xuddi shu narsasi, shu rasmi yo'q, lekin topsa bo'ladi. Xo'sh. Mana misol uchun mana shuni olsak. Saqlanib. Xo'sh, bizga общий 3 tami 4 tacha bo'ldi. Bitta, ikkita, misol uchun yana bitta olsak. Xo'sh. Labrador. Ya'ni Sherif Labrador.
Teyit deb chiqdi. Sheriff Labrador. Xo'sh. Mana misol uchun mana bu olsak bo'ladi. Shu ham hozir trendga ketyapti. Mana. Shunday qilib sahraniyatni deb bosamiz. Xo'sh. Bu sizlarga o'sha personajlarni topishning eng oson usuli. Ya'ni nima demoqchiman? Sizlar o'sha Chrome'ga kirib qidirmaysizlar-yu, uni keyin orqa fonni o'chir, uni qil, ish ko'paymaydi-yu, eng oson usuli mana shu Pixar'dan topish. O'zim har doim shundan foydalanib kelaman. Endi bizga teleskop orqa fon kerak. Teleskop orqa fonni do'stlar, men sizlarga o'sha baza kanal ochaman bugun. Shu baza kanalda tashlab qo'yaman. Kirib bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Xo'sh, men hamma instrumentlarni olib oldim. CapCut'ga o'tib olamiz. Agar sizlarga CapCut Pro bo'lmasa, mana Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. O'sha Telegram kanalimga tashlanadi. O'sha Telegram kanalimga tashlanadi. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi chunki har doim obnovlение keladi. O'sha obnovlение kelganda men tashlab turaman. Xo'sh, oxirgi konvertatsiyadan o'chirib tashlaymiz va keyin mana buni kichraytirib, mana ikkita qo'l bilan ustiga bitta bosasiz, keyin uni cho'zasiz. Bitta shu 4-5 daqiqada cho'zasiz. Xo'sh, keyin naложение, ya'ni добавить наложениeni bosasiz va keyin bu yerga videoga o'tsak, bizga hozir o'sha kerakli nimalarni olib oldim. Hozir 3 2 1 nima trenddan qolgan deb o'ylayman. Xo'sh. Yo'q. Zo'r nimacha bor mana. Shuni ichiga yettalashtirib olamiz. Xo'sh. Mashina keladi. Chroma key qilib olamiz. Mana shu joyni yaxshilab tozalash kerak, ya'ni o'sha orqa fonni chiroyli qilib tozalab olish kerak edi. Mana. Birinchi qiladigan ishimiz bizning do'stlar, добавить наложение bo'lsa, fotoga o'tib, mana bu yerdagi personajlarni tanlab olamiz. Avval bitta tanlaymiz. Mana bu kerak. Mana shunday qilib kichraytirib kattalashtirsangiz bo'ladi. Mana bu yerga keltirasiz. Keyin mana bunday qilib. Tak. Mana shundan keyin oxirigacha cho'zasiz. Ya'ni 5 daqiqagacha cho'zish kerak bo'ladi. Endi o'zimni qiladigan taktikam animatsiyaga o'tasiz. Animatsiyaga o'tganingizdan so'ng mana bu yerga bunday qilib keladigan qo'yish kerak. Ko'ryapsizlar mana. Bunaqa animatsiyalarni ishlatish uchun ham CapCut Pro kerak bo'ladi do'stlar. Hammasiga ko'pisiga o'zi CapCut Pro kerak. Buni ham oxirigacha cho'zib olamiz. Xo'sh. Shunday chiqdi ham keyingisi chiqadigan qilish kerak. Mana bu chiqdi. Keyin biz mana buni o'chirib tashlaymiz. Bunday qilib mana shu qorachi joyini mana shunday qilib keltirib qo'yamiz. Buni ham animatsiya qilamiz. Ya'ni mana buni olib mana bu yerga qo'yamiz. Xo'sh. Keyin mana bu animatsiya degan joyga o'tib olib, bunisini ham xuddi shu animatsiyaga keltirib qo'yamiz. Xo'sh, mana. Ovoz berish uchun nima qilish kerak? Mana ovoz berish uchun ovozni ham tashlab qo'yaman. Ovoz berish uchun shoshmaylik masalaga to'liq ko'rsatishim kerak. Mana bu yerda zvuk degan bo'lim bo'ladi. Zvukni bosasizlar, zvukdan keyin mana bu yerga zvuki degan bo'lim bo'ladi. Shuni ham bosasizlar qaytib. Keyin mana sizlarga tashlagan nima o'sha muzikasini olib, mana bu yerga o'tasizlar faylga, keyin mana bu yerga устройство deganni bosasizlar. Mana shu устройство bosganingizdan so'ng mana bu yerga mana. Xo'sh. Hozir men o'shani topib olishim kerak.
Xo'sh, qayerda edi u? Xo'p, mana bizdan qaysi ham bo'ladi? Yo'q, bu emas. Prujnam. Yo'q. Hozir men topib qo'yaman. Xo'sh, sizlar mana shuni topdim. Endi ilojim yo'q, shuni qo'yishim kerak endi. Mana shuni olaman-da. Xo'sh, buni duplikat qilib ketaveraman. Mana bu yerga so'zat kopiya. Mana shunday keldimi mana. Mana uchi to'xtataman. Mana shuni olaman. Kesaman mana shu yerdan. Mana shu bonk degan muzikasini mana shu tashib qo'yaman. Mana shunday qilib ketma-ket chiqadigan qilib qo'yamiz. Mana shunday qilib ketaveraman. Mana xuddi ana shu holatda ketaversa bo'ladi. Давайте наложение. Xo'sh, endi bizga misol uchun mana shu kerak. O'zimda personajlar ko'p, просто hozir o'zim olganlarimni ko'rsataman. Xo'p. Buni ham xuddi shu holatda 4 daqiqa cho'zamiz. 4-5 daqiqada. Xo'sh. Boshiga kelib olsak. Buni ham animatsiyaga o'tib olib. Xo'p. Xo'sh. Xo'p. Hozirgi o'sha animatsiyani olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Xo'sh, hozirda xuddi shunday qilib qo'yib chiqdim. O'sha mana endi videoga o'tib bitta green screen tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shuni tanlab olamiz. Давай наложение. Bosgan holda, xo'sh, bu yerga o'tib olib delete font. Tak mana. Tugadi. Xo'sh, endi o'sha tarixsob videosini ham olib olamiz. Tarixsob videosini ham tashlab beraman sizlarga. O'zlaringiz o'ynab nima qilsalaringiz ham bo'ladi. Xo'sh. Tarixsob videosi mana shu yerda edi mana. Mana shu olamiz. Bunday qilib kattalashtirib olib. Xo'sh, mana shunday qilib kattalashtirish kerak bo'ladi. Tak mana shunday qilamiz. Keyin effektsiga degan bo'limga, effekt degan bo'limga o'tib, mana bu yerga effekt videodan bosamiz va keyin mana bu yerga вечерника degani bor. O'shani bosish kerak bo'ladi. Xo'sh. Mana shu yerdan o'sha atrofi mana bunaqa rang beradigan, ya'ni xo'sh, hozir RGB'likni olish kerak bo'ladi mana shuni. Tak mana shuni olib, keyin mana bu yerga qo'yamiz. Chektirib to'g'rilab qo'yamiz. Tak mana shunday qilsa ham bo'ladi. Keyin mana shu yerga shuni kofindan olish kerak bo'ladi. Mana shu uch boshlanadi. Buni kofindan qayerdan topsa bo'ladi? Bu yerga YouTube'ga o'tib olamiz. Xo'sh. YouTube'ga o'tib olamiz. Mana bu yerga yozamiz ekan. Bu yerga yozamizki, misol uchun Paw Patrol Coffin Dance. Hammasini oxiriga shu Coffin Dance bo'lishi kerak. Misol uchun mana shu video bo'lsa, This rescue's got a need for speed and we have the mobile pipsquad to help with that. Havolasini nusxalab olamiz dedi. Mana havolasini nusxalab olgandan keyin biz buni o'sha YouTube serverga tashlaymiz. Telegramdan buni yuklab olamiz. Xo'sh, buni hozir yuklashga berdim. Endi keyingi personajimiz Sonic. Bu yerga ham kelamiz. O'sha Sonic Coffin Dance. Mana shu Power Patrol o'chiramiz. Sonic yozamiz o'rniga. Sonic Coffin Dance. Tak mana. Havolarni nusxalab olib, bu yerga kelamiz. Xo'sh, buni tashlaymiz.
keyin biz buni This rescue's yuklab got a olishimiz need for kerak speed, bo'ladi. and we have the mobile pit stop to help with that. Xo'sh. Galeriya saqlanib qolib oldik. Buni 700 megabit bilan yuklashni aytamiz. Xo'sh. Endi bizga keyingisi Labrador, Sheriff Labrador kerak bo'ladi. Mana bu yerga shunday o'tamiz. Mana bunisini Sonic degan joyda o'chirib, Sheriff Labrador yozish kerak bo'ladi. Sheriff Labrador deb yozamiz. Xo'sh, bu yerga chiqadi. Olamiz mana shu birinchi videosini. Nusxalab olib, bu yerga o'tamiz. Xo'sh. Bu videosini ham saqlanib qolib olamiz. Buni ham 720 megapixel bilan yuklaydigan qilib, keyingisi Paw Patrolni nimasi kerak bo'ladi? Paw Patrol Confidence. Xo'sh, mana bunisini olamiz keyingisini. Avvalanda solaymiz-da, bu yerga kelib buni tashlaymiz. Xuddi shu holatda shunday qilib personajlarni videosini olsa bo'ladi. Agar siz YouTube'da birinchi boshlayotgan bo'lsangiz, nimasiga buni ham YouTube serverni, ya'ni linkini ham tashlab qo'yib beraman. Kirib bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Xo'sh, ungacha biz ham videoni montajni boshlasak, davom ettirsak, mana bu yerga o'tib olamiz. Sal загрузка bo'lyapti. Xo'sh, mana bu yerga boshlagan joyini olish kerak bo'ladi. Mana shuni bossam ham bo'ladi. Mana bu yerga добавить наложениeni bosib, bizning birinchi videomiz Rider bo'lganligi sabab Riderni kiritamiz mana bu yerga. Keyin mana shuni ham xuddi shunaqa rangda qilish kerak bo'ladigan atrofini effekt berish kerak bo'ladi. Misol uchun mana bizga hozir svet deganiga o'tamiz. Mana svet deganiga o'tganimizdan so'ng mana bunisini tanlash kerak bo'ladi. This rescue's got a need for Buni speed, and kattalashtiramiz. we have the mobile pit stop to help with that. Tayyor. Mana shu chiroyli qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Agarda mana bu taqsimot video yetmasa, kopiya qilib tashlasangiz ham bo'ladi. Men uni to'g'ri kesib ketaman. Xo'sh. Xo'sh, endi keyingi videosini mana bunday shunday ustiga bosamiz-da, mana bu yerga kelib olib, so'zat kopiya, mana shuni kopiya qilib olib, kopiya qilib olamiz. Xo'sh, oradan qitta o'tkazib olaylik. Mana shuni shunday ushlab olamiz-da, mana bu yerga keltiramiz. Ya'ni Sonic'ning oldiga. Hozir o'zlariz effekt bersalar ham bo'ladi. Effekt, ya'ni green screenlarni ham tashlab qo'yaman. Xo'sh. Qisqa qilib tushuntiryapman. Videomiz uzun bo'lib ketadi o'zi. Xo'sh, biz yana effektga kelamiz. Video xuddi shu holatda mana bizning tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu tartibda to'rttasini shunday qilish kerak bo'ladi. Qiyin joyi yo'q o'zidan hisobda. Xo'sh, yana mana shuni kopiya qilib olamiz. So'zat kopiya. Oradan qitta o'zgartirsak, Sheriff Labradorni videosini olish kerak bo'ladi. Avval biz buni mana bu yerga o'tkazib olamiz. Xo'sh. Добавить наложение bosib, Sheriff Labradorni videosini olib olamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Xuddi shu tartibda ketamiz. Effektga o'tib, effekt video o'zingiz chiroyli effektlardan, chunki sizda CapCut Pro bor, bemalol любой xil o'zidan ideyadan kelib chiqib qilsangiz bo'ladi videoni. Sal kattalashib ketdi mayli.
buni ham shunday olib kopiya qilib olamiz. Select kopiya. Xo'sh. Shuni bosib, buni olib mana bu yerga tashlaymiz. Xo'sh, endi biz buni keyingi o'sha tansoq videosini olib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, olib oldingmi ham? Qiyin joyi yo'q tansoqni. Hamma shu effektlarni, ya'ni green screen hammasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'tib kirib, obuna bo'lib, narsalar bo'ladi. Tak, mana hamma narsasi tayyor bo'ldi buni. O'zi tansoq video tayyorlash shunchalik oson edi. Ko'p kishi tushunmagandan ko'rsatishga majbur bo'lib qoldim. Mana shu yerga kelib kesib tashlaymiz hamma yog'ini. Kesib ketaveramiz. Mana shunday qilib to'rttasini. Mana kesish uchun mana shuni bosish kerak bo'ladi. Delete. Buni ham shuni kesib olib, deleteni bosasiz, udalite. Tamam. Shu bilan videomiz yakunlandi. Hammangizga omad, sog' bo'linglar.